Endi Brad eventda bo'lmasalar ham yana qaytib tusha oladilar. Bu bug'ni butun dunyo ko'rdi. 2 xil 416. PUBG uchun iPad olishdan oldin bu bug'ni sinab ko'ringlar. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bugme. Bugungi yangi videomizda sizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursand. Bugungi videomiz sizlarga ishoninglar 1000% foydali bo'ladi. Men va'da beraman. Sizlarga qiziqarli va foydali kontentlar chiqarishdan men umuman to'xtamayman. O'shaning uchun siz shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib, podдержка qilib tursanglar juda ham xursand bo'laman. Nimaga? Men har bitta videoda sizlardan like bosishinglarni so'rayman. Chunki sizlar bosib o'tgan bir dona like menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va sizlar bosgan bir dona like uchun videomiz reykka chiqishi mumkin. Men videolarimiz sizga yanada qiziqarli va foydali bo'lishi uchun har bitta videoda 120 dan o'ynaymiz. Ya'ni komment orqali siz ikkita 60 yutib olishingiz mumkin. Uni qanday qilib yutib olamiz deganlar uchun kanalga obuna bo'lasizlar, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasidan ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videomizda ikkita 60 yuzli g'oliblarni aniqlab olamiz. O'tgan videomizda ham ikkita 60 yuzli qo'yilgan edi. U g'oliblarni videomizda oxirida aniqlab olamiz. Qaytgancha videoni oxirigacha ko'rsanglar, bir emas, ikkita erpini tekinga olishni o'rgatib qo'yaman. Yaxshiroq joylashib bo'lsanglar, unda biz videoni boshladik. Bugungi videomizdagi birinchi bug video ko'rishingiz mumkin. Eventda shunaqa xanjar qo'shilgan. Xanjarni ishlatib chiqishni bossanglar, o'zini ko'taradigan, ya'ni eventdagi mana bu joninglar o'zingizlarda qolar ekan. Biz ham sinab ko'ramiz, qani ketdik. Mana biz videodagi joyga kelib oldik sekin-asta. Esingizda bo'lsa, o'tgan sezonda ham shunga o'xshash bug bor edi. Bilmadim, bunda esimda yo'q, qanaqadir qilar edi. O'zi event joni o'zi bilan qolib ketar edi. Hozir ham sinab ko'ramiz, ko'rishingiz mumkin. Xanjarni ishga solib oldik. Endi esa chiqishni bosamiz. Tak, mana chiqdik. No o'xshamadi bizda. Ko'rishingiz mumkin, bizda umuman o'xshamadi. Hozir bilmayman, eventga yana qaytib chiqa olmayman. O'shaning uchun o'zingizlar ham bitta sinab ko'ringlar. O'xshasa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar yoki Telegramimizga tashlab qo'yinglar. Ikkinchi layihak videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, eventda ustiga mototsikl bilan chiqib olsa bo'lar ekan. Hozir biz ham sinab ko'ramiz, qani o'xshadimi yo'qmi, bilib olasizlar. Xo'sh, mana biz sekin motikni oldik. Hamma narsa joyida, lokatsiyasini ham to'g'rilab olganmiz. Qani endi esa bizda birinchi urinish o'xshaydimi yo'qmi, sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Yo'q, juda ham past bo'lib ketdi. Hozir yana ikkinchi marta sinab ko'ramiz. Qani o'xshaydimi yo'qmi. Mana bizda uje ikkinchi urinish, yaqinlashib qoldik. Mototsikl bilan qani uchamiz. Sakrashni bosamiz. Yo'q. Bashi kech bosib oldim, sakrashdi, tushib qola olmadim. Endi yana 3-marta sinab ko'ramiz, qani o'xshaydimi yo'qmi. Qani ketdik. Bizda endi 3-urinishimiz, yaqinlashib qoldik. Qani mana sakradik. Endi tushib qolamiz, qani yo'q. Bu ham o'rtasiga kelib qoldi. Yana past ham emas, tepa ham emas, o'rtasiga kelib qoldi. Hozir yana sinab ko'ramiz, qani o'xshaydimi yo'qmi. Uje bizda 7-urinish, qani yaqinlashib qoldik. Qani endi tushishni bosamiz. Vo o'xshadi adashimiz. Voy, ozgina qoldi. No, mana shu tepadan bo'ladi, lekin bola chiqib olsanglar. No, biz ham tepasini maqsad qilib turdik, chiqa olmadik. Lekin bittada sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, bittada o'xshatmoqchi bo'lsanglar, ya'ni realniy o'yinda taki moti bilan uchib mana shu yerga chiqib olsanglar bo'ladi. Juda ham sizlarga foydasi tegadi. Sinab ko'ringlar. Men tepasiga umuman chiqa olmadim. Sizlar ham chiqib ko'ringlar. Benzinimiz juda ham oz qolgan. Agar 3ga chiqsanglar, menga video olib tashlasanglar yoki rasm olib tashlasanglar, o'shani biz yana qaytadan sinab ko'ramiz. Endi esa biz 3-videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Sinab ko'ringlar, juda ham foydali va qiziqarli ekan. Sheriginglar bilan bo'sh qolganinglarda sinab tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Qani ketdik, biz 3-videomizga o'tamiz. 3-bug videomizni qaysi butun dunyo ko'rgan. Ko'rishingiz mumkin, mana shu sezon yangilangandan keyin mana shu bug juda ham trendga chiqib ketdi. Xo'sh, nima qilish kerak bolalar? Ikkita garderobga 416 ni 2 xil skin qo'yib olasizlar. Kiyimni almashtirganinglardan keyin bitta olsanglar, boshqacha 416, ya'ni 2 xil 416 bo'ladi. Qani biz ham sinab ko'ramiz. Mana bolalar, biz bu bug videoni eventda emas, eventdan tashqariga qilishga qaror qildik. Negaki, eventda polni eventni qidirib titkilab chiqdim, ikkita 416 chiqmadi. Xo'sh, bittasini tashlab olamiz 416 ni. Ikkinchi garderobimizga kiyib olishimiz kerak. Ya'ni ikkinchi garderobimizga 416 ni skini boshqacha bo'lishi kerak. Xo'sh, qani sinab ko'ramiz. Mana garderobni almashtirib oldik. Endi 416 ni olamiz. Qani boshqachami? Yo'q, lednik.
Xo'sh, ikkinchi marta ham sinab ko'ramiz. O'xshamasa, umuman o'xshamaydigan bag bo'ladi. Xo'sh, yana 416 ni tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Umuman o'xshamayapti-da bolalar. Tak. 416 ni hamma narsasini yechib taylaylikchi. Pritsel, magazin hammasini yechib taylaymiz va mana bu yerga bitta 416 ni tashlab qo'yamiz. Tak, kiyimlar ko'rishingiz mumkin garderobda. 416 ni tashlab olamiz. Endi garderob soniyasi tugagandan keyin almashtirib olamiz. Xo'sh, 21 soniya qolibdi. Hozir men o'tkazib yuboraman. Va nihoyat garderob soniyasi tugadi. Ko'rishingiz mumkin. Ishlatishni bosamiz. Tak, qani ozgina qoldi 3 sekund. Xo'sh, ikkinchi urinishimizda o'xshasa vashi bomba bo'ladi. Tak, hozir men lednik skini bor garderobga o'tkazdim. Hozir esa endi oddiy skini bor garderobga o'tkazib olaman. Va nihoyat soniyalari tugadi. Xo'sh, garderobda almashtiryapman. Orqasidagi ryuzak o'zgarsa, bu oddiy skin 416 bo'ladi. Qani? Tak, yo'q, yana lednik. O'xshamadi bizada bolalar. Bu bag ancha oldin chiqqanmi deyman, PUBG buni olib tashlagan adashmasam. Bizada o'xshamadi. Men bu videoni 2 kun bo'ldi ko'rganimga. Bu videoni olib qo'ygan edim, sinab ko'raman deb. 2 kun ichida olib tashlashgan ekan. Endi esa biz 4-videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 4-bag videomiz miyalarni portlatib yuboradi. Ko'rishingiz mumkin iPad ko'rinishida, ya'ni iPad Vive qilish. Oddiy telefonni Androidda emotsiyasiga ahamiyat beringlar. Emotsiya qildi va uzoqlashtirdi. O'tirib, mashinaga o'tirib tushdi. Ko'rishingiz mumkin iPad ko'rinishida bo'lib qoldi. Bolalar 5 minutga vaqtinglarni olaman. Videoni boshida aytgan edim. Tekinga 2 ta AirPod olishni o'rgataman degan edim. Ko'rishingiz mumkin YouTube kanalimizga o'tsanglar, Telegram kanalimiz profili bor. O'shanga bossanglar, avtomatik Telegram kanalimizga o'tadi. Telegram kanalimizga kirganinglardan so'ng qadab qo'yganmiz konkurs, bitta 660 yuzulik konkurs bo'lyapti. Qatnashib qo'ysanglar, g'olib bo'lishingiz mumkin. Lekin Telegram kanalimiz sizga yoqib qolishi mumkin. Telegram kanal silkasi opsiyada yoki kommentariyada bo'ladi. Hammaga omad. Xo'sh, bolalar, bu bag videoda asosiy bitta narsaga diqqatinglarni qaratishinglar kerak. Emotsiyaga. Mana shu emotsiya bo'lishi kerak faqatgina. Chunki emotsiyani o'zini qilsanglar, kamera ozgina orqaga tortilar ekan, keyin mana bunday uzoqlashtirasizlar, bagiga o'tirasizlar va bagidan tushasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa iPad ko'rinishida bo'lib qoladi. Vashi bomba bag. Hozir men sizlarga mashq maydonini qilib ko'rsatyapman, mashq qilganda. Hozir endi klassik rejimga o'ynab ko'rsataman. Qani ketdik. Mana Livikka sakrab olganmiz. Mana shunaqa mashinani farqi yo'q bolalar. Faqatgina emotsiyani, bu emotsiya tekinga beriladi. Ertadan adashmasam o'tgan sezon, bundan oldingi sezon tekinga berilgan. Emotsiyani bitta bosasizlar va qaytib yana bosib, kamerani bosib uzoqlashtirib olasizlar va haydashni bitta bosasizlar, X ni bossanglar mana shunaqa bo'ladi. Keyin chiqishni bosasizlar bo'ldi mana. iPad ko'rinishida bo'lib qoladi. Juda ham qiziqarli va foydali bag. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizada bittada o'xshadi. Aytgancha bu bag video obunachimiz tomonidan kelgan video edi. Kattakon rahmat. Juda ham qiziqarli va foydali bagni tashab yubordilar. Bizada o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. O'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz sekingina o'yindan chiqamiz. Qani ketdik. Mana bolalar, ko'rdinglar, bugungi videomizda 4 ta layfhack va bag videolarini sinab ko'rdik. Qaysi biri sizlarga eng yoqqani bo'ldi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Aytgancha, bugungi videomizda 2 ta 60 yuzuq qo'yilgan, buni unutib yormanglar. Kanalga obuna bo'lsa, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videomizda g'olib bo'lib qolishingiz mumkin, ya'ni 60 yuzuq yutib olishingiz mumkin. O'tgan videomizda ham 2 ta 60 yuzuq qo'yilgan edi. Ularning g'olibi mana ko'rishingiz mumkin. Shular 2 ta 60 yuzuqning g'oliblari bo'lishdi. Kommentariyadan 100 yutib olmayotgan bo'lsanglar, albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda konkurs bo'lyapti. Lekin qiziqarli videolar yoki narsalar tashlab turaman. Kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga 100% foydasi tegadi degan umiddaman. Telegram kanal silkasini kommentariyadan yoki opsiyadan topishingiz mumkin. Tepada ko'rsatib qo'yilganini Telegram kirib poistga berib kirsanglar ham bo'ladi.
Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy Bagman bo'ldi. Hammaga xayr.